Ana ikkita odam nima qochmaydi u? Bolasini uyatga o'tiribdi. O gerengme deyman, nima qochmaydi u? Bu chita ekan o'g'lim. Orqa yil 24 mayda O'zbekistonda Surxondaryo viloyati Uzun tumanida juda katta dahshatli sel keldi. O'rmonchi mahallada, Arg'amchi qishlog'ida mana mahalla xonalari suv bosib ketdi, bog'chalarni suv bosib ketdi. Mana bitta maktabimiz qoldi, mana mashinalarda olib ketib qolgan. Mana mashinalarda odam yo'q, lekin odam yo'q, mashinada olib ketib qoldi. Mashina naridan keldi, shu yerga aylanib turibdi hozircha. Mana mana bitta qishloqcha yo'q qolgan sel kelib. Ay, anaqda pirsam yig'ganda u ham yo'q bo'lib ketdi. Koblet legenda. Oshi qishloq mana. Nasıl mana odamlar nima degan qo'ylar suvda olibdi.